Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz tuproq tarkibidagi suv kategoriyalari va eritmalari haqida. Ma'lumki, tuproqdagi suvning ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Ona jinsning shakllanishidan boshlab tuproq paydo bo'lishi hamda uning rivojlanishidagi turli fizik, kimyoviy, biokimyoviy va biologik proseslarni borishida suv muhim o'rin o'ynaydi. Shuningdek, suv o'simlik va boshqa turli organizmlar hayoti uchun zarur bo'lib, ularning normal oziqlanishi va rivojlanib o'sishi hamda mikroorganizmlarni talabini ta'minlash maqsadida muhim rol o'ynab kelgan. Demak, suv tuproq unumdorining eng muhim asosiy faktorlaridan biri hisoblanadi. Suv tuproqda organik moddalarning to'planishida, struktura elementlarining paydo bo'lishiga, tuproqning fizik kimyoviy xossalari va dehqonchilikda qo'llaniladigan turli agrotexnik tadbirlar sifatida keskin ta'sir ko'rsatadi. Tuproq suv nimasi bilan muhimligi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ma'lumki, suv o'simlik tarkibining 80-90% tashkil etadi. O'simlik esa o'z hayoti davrida bu suvni ko'p qismini o'zi orqali bug'latib yuboradi. O'simlik hayoti uchun juda ko'p suv talab etiladi. 1 gram quruq modda to'plash uchun o'simlik o'rta hisobda 300-800 gram suv sarflaydi. Tuproqdagi suvning asosiy manbai bu yog'in suvlari hisoblanadi. Ba'zi joylarda esa sizot suvlari orqali ham to'planadi. Sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida esa sug'orish suvlari ham ana shunday manbalardan biri hisoblanadi. Suv g'ovak fazasida joylashgan bo'lib, tuproqning mineral va organik qismlari bilan turli darajadagi bog'lanishda bo'ladi. Tuproq suvining mavjudligi tuproqdagi fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarning kechishini belgilaydi. Aynan tuproq suvi orqali o'simlik ildizi tizimi oziqa elementlarini eritgan holda o'zlashtira oladi. Tuproq suv rejimi birinchi navbatda iqlim sharoiti, mexanik tarkibi, tuproq struktura holati, organik modda miqdori va meliorativ tadbirlar bilan chambarchas bog'liq. Cho'l hududlarda tuproq suv yetishmovchiligi hosildorlikning cheklovchi asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Tuproqdagi suvning turlariga keladigan bo'lsak, suv turlari, masalan, tuproqdagi turli teshik va kavaklarda saqlanib, o'zining kimyoviy tarkibi va xossalariga ko'ra tuproq zarrachalari bilan doimiy o'zaro ta'sir va munosabatda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida tuproqdagi namlikning harakatlanishi xossasi va o'simlikka shimilish holati bilan belgilanadi. Tuproqdagi suv har xil tabiiy kuchlar ta'sirida paydo bo'lib, bu kuchlar tuproqning tarkibi va xossalari, mexanikaviy tarkibi, gumus miqdori va strukturasi bilan bog'liq. Suv turlariga keladigan bo'lsak, bir qancha suv turlari mavjud bo'lib, ulardan birlari birikkan suv, gidroskopik suv, parda suvi, kapillyar suv, gravitatsion suv, bug'simon suv, qattiq holdagi suv, sizot suvlari kabi shakl va holatlarda bo'lishi mumkin. Keling, biz siz bilan hozir tuproq suvining asosiy kategoriyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kimyoviy bog'langan suv haqida to'xtalib o'tsak. Kimyoviy bog'langan suv tuproq mineralizatsiyasining kristal panjarasida joylashgan bo'lib, ularni oddiy fizik usul yordamida ajratib bo'lmaydi. Ushbu suv shakli biologik jihatdan faol emas va o'simliklar tomonidan o'zlashtirilmaydi. Biroq kimyoviy bog'langan suv tuproqning mineral tarkibi barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi hamda ayrim tuproq xossalarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy birikkan suv tuproq tarkibidagi mineral kolloidlar va minerallar tarkibidagi gidroskil birikmalar yoki molekula holda uchraydi. Mana shu kimyoviy bog'langan suvlarni yuqori gradusda qizdirish orqali ularni parchalash imkoniga ega bo'lish mumkin. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, tuproqning muhim tarkibiy qismi hisoblangan kimyoviy suv
o'simliklarga singmaygan, ya'ni singmaydi, ya'ni o'simlik suvga bo'lgan talabini kimyoviy birikkan suvlar orqali ta'minlay olmaydi. Keyingi suvimiz gidroskopik suvga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, gidroskopik suv tuproq zarrachalari yuzasida molekulyar kuchlar yordamida ushlanib turadigan suv hisoblanadi. Bu suv bu holatdan to'g'ridan-to'g'ri tuproq yuzasida va eng mustahkam bog'langan suv shakllaridan biri hisoblanadi. Gidroskopik suv o'simliklar uchun deyarli mavjud bo'lmaydi va tuproqning quruqlik chegarasini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Gidroskopik suv tuproq zarralari yuzasida absorsiyalangan, ya'ni singdirilgan suv hisoblanadi. Tuproqning havodagi namini singdirib olish qobiliyatiga gidroskopiklik yoki singdirilgan namga esa gidroskopiklik suv deyiladi. Gidroskopik suvning miqdori havoning nisbiy namligi va haroratiga hamda tuproqning mineralogik, mexanikaviy va organik tarkibiga bog'liq bo'ladi. Keyingi suvimiz pardasimon, ya'ni absorpsion suv hisoblanadi. Pardasimon suv tuproq zarrachalari yuzasini yupqa qatlam tarzda qoplaydi va gidroskopik hamda kapillyar suv o'rtasidagi oraliq holatni egallaydi. Ushbu suv shakli cheklangan miqdorda bo'lsa-da, o'simlik tomonidan o'zlashtirilishi mumkin. Pardasimon suv tuproqdagi suvni harakatchanligi va ionlarning migratsiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Pardasimon suv maksimal gidroskopik nam holdagi tuproq, ya'ni sernam sharoitda bo'lganda, uning zarrachalar yuzasiga suv molekulalarini singdirish natijasida yupqa suv qatlam hosil bo'ladi va unga parda yoki bo'sh birikkan suv deyiladi. Bu suv tuproq zarrachalari yuzasidagi maksimal gidroskopik ustidan parda singari yupqa suv qatlamini o'rab oladi. Bu suv pardasining qalinligi maksimal gidroskopikka nisbatan 2-4 baravar ortiq bo'ladi. Parda suv tuproq zarrachalari yuzasida suyuq holda bo'lib, oz-moz harakatlangan holat, ya'ni harakat qila oladi. Kapillyar suvga keladigan bo'lsak, kapillyar suvlar o'zining manbai hamda kapillyar yo'llar orqali harakat qilish xususiyatiga ko'ra asosan 2 xil: ko'tariluvchi kapillyar suvi yoki mutloq kapillyar suvlarga bo'linadi. Ko'tariluvchi kapillyar suvlarning manbai sizot suvlari hisoblanadi. Ular yuqoriga qaytib o'tilgan sharoitlarga ko'ra, ya'ni harakat qilish sharoitiga ko'ra bug'lanishi yoki o'simliklarning ildizda shimilishi natijasida sarf bo'layotgan namlik o'rnini ana shu ko'tariluvchi kapillyar suvlar bilan uzluksiz, ya'ni to'xtovsiz to'ldirib turadi. Muallaq kapillyar suvi esa sizot suvlari bilan qo'shilgan holda bo'lib, qatlam oralig'ida joylashadi. Sizot suvining chuqurligiga bo'lgan yerlarda, ya'ni sizot suvlar chuqur bo'lgan yerlarda, ayniqsa strukturali tuproqlarda bu xildagi kapillyar suv yog'indan keyin, ya'ni sug'orishdan keyin yuzaga keladi. Kapillyar suv tuproqning mayda g'ovaklarini ushlab turadi va tuproq unumdorligi uchun eng muhim suv shakli hisoblanadi. Aynan kapillyar suv tuproqning dala nam sig'imini belgilab beradi. Kapillyar suv o'simliklarning asosiy suv tejovchi qobiliyati va tuproqdagi biologik jarayonlarni faol kechishini ta'minlaydi. Keling, keyingi suvimiz bo'lgan gravitatsion suv haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, gravitatsion suv miqdori tuproqdagi yog'indan yoki ekin sug'oriladigandan keyin juda ko'payadi. Ba'zi bir tuproqlarda haydalma osti qatlam suvini yaxshi o'tkazmasligi yoki juda sekin o'tkazishi tufayli haydalma qatlamda gravitatsion suv ancha vaqtgacha to'xtab qolishi natijasida tuproqning ustki qatlamida o'simliklar va mikroorganizmlar uchun havo yetishmay qolishi mumkin. Gravitatsion suv tuproqning yirik g'ovaklarida joylashgan bo'lib, o'z og'irlik kuchi ta'sirida pastga harakatlanadi.
ushbu suv shakllari sug'orish yoki kuchli yog'ingarchilikdan so'ng kuzatiladi. Gravitatsion suvning ortiqcha miqdori tuproqning havo rejimini yomonlashtiradi va ildiz tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingi suvlarimizdan biri bo'lgan sizot suvi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, sizot suvi gravitatsion suv, ya'ni gravitatsion suvni pastki tomon harakat qilib, suv o'tkazmas qatlamga yetib borganda u joyda suvli qatlam vujudga keladi. Shu qatlam to'plangan suv sizot suvi deyiladi. Suv o'tkazmas qatlam bir tomonga nishablikda joylashgan bo'lsa, sizot suvi shu tomonga sizib borib, daryo yoki soy yaqinligida buloq bo'lib chiqadi. Aksincha, sizot suvi o'tkazmas qatlam tekis joylashganda, sizot suvining sathi vertikal ravishda yuqorilarga ko'tariladi. Sizot suvining chuqurligi, kimyoviy tarkibi tuproqning suv hossalariga va o'simlik hayotiga katta ta'sir qiladi. Sizot suvi sathining ko'tarilishi tufayli kapillyar suv bilan o'simlik ta'minlab turilsa, biroq tuproq sho'rlanishi va botqoqlanishi singari salbiy oqibatlarni ham vujudga keltiradi. Mana endi tuproq eritmasi va uning tarkibi va hosil bo'lishiga alohida to'xtalib o'tamiz, chunki tuproq eritmasi bu tuproq suvining mineralogik va organik moddalar bilan boyitilgan suyuq fazasi bo'lib hisoblanadi. U o'simlik va mikroorganizmlar uchun bevosita oziqa manbai hisoblanadi. Tuproq eritmasi tarkibida makroelementlardan azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, mikroelementlardan esa temir, margans, rux, mis hamda organik birikmalar mavjud bo'ladi. Tuproq eritmasi tuproq suvida erigan ion va kichik suspend qilingan zarrachalar to'plami ham hisoblanadi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, tuproq eritmasining fizik-kimyoviy xossalariga ta'siriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tuproq eritmasining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari reaksiyasi, ya'ni muhiti, bu yerda pH hisoblanadi, tuz konsentratsiyasi va osmotik bosim ham kiradi. Ushbu ko'rsatkichlar o'simliklarning suv va oziq elementlarini o'zlashtirish darajasida bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sho'rlangan va qurg'oqchil hududlarda tuproq eritmasining yuqori konsentratsiyasi o'simliklar uchun fiziologik qurg'oqchilikni keltirib chiqaradi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, cho'l hududlarida o'simlik bug'lanish natijasida kapillyar suv orqali tuzlarning tuproq yuzasiga ko'tarilishi, sho'rlanish jarayonining kuchaytiradi. Bu holat tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi. Mazkur sharoitda meliorativ tadbirlarni, ya'ni drenaj tizimlarini joriy etish, sug'orish me'yorlarini optimallashtirish va agrotexnik tadbirlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Tuproq eritmasi konsentratsiyasi va osmotik bosimiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, tuproq tarkibida qancha sho'rlanish miqdorining ortib borishi natijasida o'simliklarning suvni o'zlashtirish darajasi shuncha past bo'ladi. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak bo'ladiki, ushbu grafikda, ya'ni hosildorlikni, ya'ni tuproqdagi eritmasi tarkibidagi pH muhitining ortib borishi natijasida o'simliklarning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib o'tilgan. Qancha tuproq tarkibidagi pH miqdorining yuqori bo'lishi, u yerda tuproqning ishqoriyligi ortib boradi, natijada o'simlik o'sish va rivojlanishi asta-sekinlik bilan pasayib boradi. Tuproq suv va eritmasi ta'sir etuvchi omillar ham mavjud bo'lib, ushbu omillarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda iqlim va yog'ingarchilik hisoblanadi. Ikkinchisi tuproq teksturasi, ya'ni strukturasi, tuzilishi hisoblanadi. Uchinchisi o'simlik qoplami va ularning ildiz tizimlari. Hamda to'rtinchisi inson omillari hisoblanadi. Bilamizki, sug'orish rejimi, tuproq qoplamasi, drenaj, tuz boshqarish, ya'ni tuproqdagi sho'rlanishni boshqarish, eritma holatini bevosita o'zgartirishga inson omili ta'sir ko'rsatadi.
Tuproq suv va eritmasini boshqarishni bir qancha usullari bor. Bugungi kunda samarali sug'orish yo'llarini joriy qilish, mo'ljallash va tuproq yuzasini qoplamalar bilan qoplash, tuproqni tahliliy, ya'ni sho'rlanishni boshqara olish, undan tashqari qoplovchi eklar, ya'ni yer yuzasini qoplovchi hamda organika moddalar bilan to'yintirib beruvchi o'simliklar bilan shug'ullanish kerak. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, tuproq suvi bu gravitatsion, kapillyar va absorpsion turlarga bo'linadi. Har birining o'ziga xos funksiyasiga egaligi va ularning o'sha har bir suv turlari ham o'simlik uchun muhim ekanligini keltirib o'tganmiz hamda shu bilan bir qatorda tuproq eritmasi o'simliklar uchun asosiy oziqa manbai hisoblanishi va ushbu oziqa manbalarida, ya'ni uning tarkibida pH miqdorining bo'lishi, organik moddalarning bo'lishi va sho'rlanishlarga ta'siri ham keltirib o'tilgan. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.